Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana hozirgi kunda dehqonlar hamda fermerlar uchun ajoyib qulaylik bo'lgan apparatimiz yetib kelgan, ya'ni yomg'irlatib sug'orib beradigan. Hozir mana bilyapsizlar, suv tanqisligi aynan mana shu global muammo bo'lib qoldi. Global muammoga ajoyib yechim qilib, Alshams Hazu Kaizen Group rahbari Murod aka mana shu apparatlarimizni olib kelib qo'yibdi. Sizlarga video davomida narxlari va ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Faqat videomizga klass messajini bosib qo'yishingiz eslatib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Hozir 5 xil turi bormi hozir bizda? 5 xil turi bor. Narichida. Bemalol olib ketsa bo'ladi. Bemalol olsa bo'ladi. Eng kichkinasidan boshlab aytib o'tsak, qanaqa necha metrgacha olib beradi? Bu 60 metr diametrga ortib beradi, 30 metrgacha uzunlikda sepadi. Bu apparatimiz 50 metrgacha sepib beradi. Diametr 100 metr. 100 metr. Bunisi 40 metrgacha sepadi, diametri 80 metr. Bunisi 55-60 metrgacha sepadi apparatimiz. Bu ikkalasi bu T55 deyilsa, bu T60 deyiladi. Bu 110 metr, bu 120 metr diametrga sepadi. Qo'yil. Hozir endi bu misol uchun bu yerdan suv ulab qo'yadimi shunda yo motor ham bo'lishi kerak? Qanaqa ishlaydi bu? Bu alohida motor bilan ishlaydi. Bunga eng kami 3 atmosfera suv bo'lishi kerak. 3 atmosfera suv. Endi barrel deydi, bizda o'zbekchasiga atmosfera deydi. Mana shu lankasi. Mana shu lanka yordamida xotirladi, to'g'rimi? Harorati ishlaydi. Buni yig'ishtirib qo'ysangiz bo'ladi, udobniyroq bo'lishi uchun. Bu 10 yil garantiyalik shlankalarimiz. Oddiy emas, qaranglarga sizlar ko'rayotgan oddiysidan emas, bor. Polietilenda atmosferalik shlanka bu. Bu talaga nima desam bo'ladi? Pajanilarda shlankasiga o'xshagan shlanka ekan, mustahkam, juda og'ir keyin. Demak, mana shu 50 metr deganingiz, 60 metr. 60 metr deganingiz, narxi necha pul bo'ladi? Qanaqa? 60 metrning narxi 1.250 ming so'm. Buni nima komplektda yana nima bo'ladimi yoki shu turishimi? Faqat shu turishi bo'ladi. Turishi? Bu yerda mexanizmlar ishlaydi. Ha, dehqon o'sha fermerlarimizni xohishiga qarab mana shunaqa shlanka и xohlasa nasosimiz ham bor, nasos ham beramiz. Qo'shib berasiz. Bu yerdan regrovka qilsa bo'ladimi? Misol suvda yomg'irda ham turib bo'ladi-ku misol. Bemalol regrovka qilsa bo'ladi, mana o'zini regrovka qiladigan narsalari bor. O'sha 24 metrdan 30 metr uzoqlikgacha sepadi. Zo'r, tushunarli. Bunisi qanaqa? Bu 50 metrgacha sepadigan o'sha pushkamiz. Buni narxi 2 million 500 ming so'm. 2 million. Buni ham regrovka qilsa bo'ladi. Buni sal nariga nisbatan boshqacharoq ekan-a? Turi. Bu nimasiga qarab o'zi regrovka ham qilinadi, uzoqligini kamaytirsa ham bo'ladi. Misol bir xillarga 30 metrga sepish kerak bo'lsa, 20 metrga sepish kerak bo'lsa, 20 metrgacha kamaytiradigan ilojlari bor. Qo'y. Yana ham ekonomishroq bo'larkan-a? Zo'r. Bu qanaqa? Bu 40 metrlik apparatimiz, bunun narxi 2 million 200 ming so'm. Bu ham regrovka qilinadi. 40 metrdan 30 metr, 20 metrgacha kamaytirib sepsa bo'ladi. Zo'r. Nariga eng kattasi qanaqa? Bu apparatimiz 55 metr, ya'ni 110 metr diametrga sepadi. Bu apparatning o'zi 1 gektarga moslashgan. Bitta o'zi yetadi, 1 gektar. 1 gektarga bir o'zi moslashgan. Zo'r. Qancha qilib berasiz bularni? Buni 2 million 800 ming so'm qilib beraman. Bu ham shunaqa, yo'q? Bu 3 million so'm. Bu 1,5 gektarlik apparatimiz bor. 1,5 gektarga bemalol ulguradi. Ulguradi. Tushunarli. Asosan dehqonlar oladi, to'g'rimi? Asosan dehqon fermerlar oladi. Endi sizga aynan dehqonlardan ham menimcha shunaqa savol bersa kerak. Keyin bu apparatimizni ana futbol maydonlarini ham sug'orsa bo'ladi bemalol. Nimalarni, gazonlarni sug'orish uchun, yo ko'chadagi gazonlarni sug'orish uchun, shu dala hovlidagi gazonlar bor, ularni sug'orish uchun, daraxtlarni sug'orish uchun ham mana yo'ldan o'tayotgan bo'lsangiz, nimani daraxtlarni mana shu apparatimiz bilan sug'oryapti. Siz bergansiz. Qo'y. Endi aynan bu apparat oddiy yomg'irli yoki oddiy sug'orishga nisbatan 10 barobargacha suvni tejab beradi, to'g'rimi? Bemalol. Endi nima afzalligi bor? Suvni tejashdan tashqari ekinlarga qanaqadir oddiy anaqadan ko'ra yaxshiroq ta'sir qiladimi shunda? Endi bular asosan o'sha suvni tejovchi moslamalar hisoblanadi. Yomg'irlatish sifatida suvni tejash maqsad. Barg orqali ham misol sug'orish mumkin ekan-da, to'g'rimi? Endi suv qanchalik o'sha nima bilan parlanib keladigan bo'lsa, yomg'irga o'xshab, shunchalik o'simlikka foydasi bor-da. To'g'ri. Suvni qanchalik ko'p sug'orib tursa, bir joyga emas, har joyga
qilib qo'ysa yer ham yumshaydida. Agar bir joyga sug'orib tursa unda yer qotadi. Shuning uchun e'tibor berilishi kerakki, suv har yoqqa yurishi kerak. Shuning uchun bir xil oladi, bir joyga qilib qo'yadi-da. Shuni hisobiga bir joyga suv tushishi hisobiga yer qotib qoladi. Bu apparatlar o'zi yaxshi, lekin faqat har joyga o'ynab o'tirish kerak. Qonun qoidasi bo'yicha ishlash kerak. Shunaqa. Bularni hozir aytib o'tgan narxlarimiz dastavkasi bilanmi yoki alohida hisoblanadi? Toshkent va Toshkent viloyatiga dastavka bor. Toshkentdan tashqariga biza ketayotgan o'sha taksilarga jo'natamiz. U bepul chiqarib berishimiz. U yerga taksi narxini endi to'lab olish kerak. O'zi berib olib qo'ysin. Mana shunaqa. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Sizlarga yana aytib o'tmagan ma'lumotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent shaharmi? Toshkent shahar Arbuloq. Arbuloq. Kelsa ham bo'laveradi. Bemalol ko'rib, olib kelsa ham bo'ladi. Yetarli miqdorda olib keldik, skladga yetarli. Boradi bemalol.